bir kunga $4000 ishlagandaman 2006-yil. Shu haligi gruzin o'g'ri bolalar telefon qilib qo'ydi. Klient aytdiki, bizni dedi shu olib yurishing kerak dedi. Tezkor dedi. Bordim shu nimadan oldim. Moskovskiydan Nevskiy prospekt gostinitsadan shu ichiga restoran bor. O'sha yoqqa borib qo'ydim. Endi kelishuv shunaqa bo'lgan. Bular ishlaydi. Chiqsa agar men bularni olib qochishim kerak. Xullas kriminal. 20% menga berish kerak. Xullas kirib ketdi, 1 soatdan keyin keldi. Ey dedi, bo'lmadi chota dedi, mashinaga o'tiribdi. Shu qo'liga bitta nima kashulok, karmon. Karmonni ichini kovlayapti. Endi chiqsa 1 rublda 30 ming rubl chiqqanda, endi bular uchun pul emas-da u. Xafa ikkovi ham. Ey dedi, shu qilgan ishimiz shu dedi. Bunday oldiki, karta. Dedi, buni qara, zolotoy kartasi bor ekan dedi. Endi buni kodini qanday bilamiz dedi. Yaxshilab kovladi, shu qog'ozchaga kodi ham yozilgan ekan. U qanaqadir inostranniki. Shu yangi karta ochgan. Shu nimasini ham, kodini ham yozib qoldirgan ekan. Shu karta bilan karmonni ichiga. Keyin dedi, bironta bankomatga hayda dedi. Endi u paytlar bankomatlar bunaqa kamera kam edi-da. Keyin haydadim, nimani oldiga shu bankomat tushdi bittasi, yechib oldi. Men sal nariroqqa turibman endi. Mabodo nima bo'lsa agar mashinani endi bilmasligi kerak. Qarochi keldi, xursand, qo'liga $5000. Birdan $5000 yozgan, $5000 chiqqan. Shotini dedi. Nima qilganim yo'q dedi. Bunaqa tekshirganim yo'q. Keyin yana bitta joyga aytdim. Endi bitta joydan olib bo'lmaydi, katta summani-da. U yoqqa tushdi, yana 5000. Shunaqa qilib 5000 bir $30,000 bular yechib oldi. Karta lekin blok bo'lmayapti. Ikkovi ham xursand. Keyin shu gostinitsaga dedi, bizni olib borib qo'y dedi. O'zi yashaydigan shu gostinitsaga. Olib borib qo'ydim, tushdi-yu, tushayotganda endi uje kechqurun 9 bo'lgan ekanda. 9:10 bo'lib ketdi-da. Endi biz probkani ichiga yuribmiz, shu pul nima qilib yechib. Keyin $30,000 ikkovi sanadi, bo'ladi. Keyin bunisi $2000, bunisi $2000 shunday tayladi menga. Bu saniki dedi, sanaqing gap yo'q dedi. Ertaga eslchoq telefon qilamiz dedi. Xursandman. Uyga bordim, uydagilarga telefon qilyapman, mashinani deyapman, bironta o'sha payt nimaga bunday navbatga turib mashina olardingiz. Borib nima qilib shunaqa navbat yangi salonlar ochayotgan payt. Bitta Nexiga dedim, nima navbat olib kelinglar dedim. Telefon qildim. Ana shunaqa bo'lgan akalar. Shu keyingi videolargacha ko'rishguncha like bosish esdan chiqmasin, iltimos, podpiska ham esdan chiqmasin. Ishlaringizga omad, cho'ntakka daromad.